Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Masharipov Gaming kanali. Bugun sizlar bilan Robloxdan Animal Hospital, ya'ni yovuz doktordan qochishni o'ynaymiz. Qaramasam ketdik, easy'dan boshlaymiz albatta. Xo'sh, biz qamoqxonadan chiqdik mana. Endi qayerga yuramiz? Adashmasam bu yoqqa. Tepaga chiqib, biz bu yerdan qochib ketishimiz kerak albatta. Bizning vazifamiz bu yerdan qochish. Tushib ketdi. Sekinroq yurish kerak menimcha. Yana tushib ketdi. Nima bu? Tushib ketaveradi. Mayli, sekin. Shoshilmaymiz. Bizni menimcha bu yerdan hech kim hali qo'llamaydi. Bu yerga biz kirishimiz kerak. Endi bu yog'iga ochamiz. Qani, bizni bu yerda nima kutmoqda? Hech nima yo'q hozircha. Qani tushdik. Biz ikkinchi bosqichga o'tdik menimcha. Bu eshik ochiladimi? Yo'q, menimcha ochilmaydi bu eshik. Nari yoqdan ketamiz. Tepaga chiqishimiz kerak menimcha. Tepaga Tepaga ham chiqdik. Uchinchi bosqich. Nima, shunchalik osonmi? Biz bu yoqdan ketishimiz kerak ekan. Bu arkada shekilli. Ehtiyot, tushib ketdim. Yo'q. Yaxshiyam. Checkpoint ekan bu yer. Bu yerni bosamiz yo bosmaymiz ekan. Sekinroq o'tishimiz kerak bu yerdan. Ehtiyotroq bo'lishimiz kerak, yana tushib ketmasligimiz kerak. Yetdim. Endi esa kulishni olishimiz kerak menimcha. Kulishni oldik. Endi esa derazani buzishimiz kerak menimcha. Derazani buzdik. Deraza emas ekan. Bu tunnelning yo'li ekan. 4-bosqich. Menimcha endi quvlaydi. Qo'rqib qoldi. Qoch. Qayoqqa qochamiz? Qanaqa qilib qochsak ekan? Bizni tuta oladimi? Tez yuguradimi ekan bu? Qani qochib ko'raylik. Yo'q, tuta olmaydi. Tezroq. Buni tugmayni bosishimiz kerak. Bosa olmay qoldim. Ana odamlarni qaranglar. Meni quvlayapti, ular manzil qochyapti. Hech kim bilmaydi. Ular ham, u ham bilmaydi. Bosdim, qochdi, yugur. Yetib oldi, hozir yugurdik. Qochdik amalda. Ortimdan hali ham chiqib ketganmi? Bilmadim. Yo'q, ortdan chiqmayapti. Pastda qoldi, u tepaga chiqa olmaydi ekan. Endi esa bu yoqqa. Bu tepaga chiqishimiz kerak ekan. Ana chiqdik. 5-bosqich. Endi esa qaysi yoqqa? Bu yoqqa bo'lsa kerak. Bu yoq ochiladi ekan. Yo'q, bu ochilmaydi. Menimcha bu tualetni eshiklarini bir ochib chiqishimiz kerak. Qani ko'raylik nima bor ekan. Bu yerda qochadigan yer bor ekan. Demak, bu yerga belkurak kerak menimcha. Bu yerda hech nima yo'q, bu yerda ham hech nima yo'q. Demak, belkurak shu yerda yotganda, mana belkurak. Shuni olamiz. Endi esa qosishimiz kerak. Qani. Davay, to'xtama. Qozamiz. Mana 6-bosqich. Qiylash boraveradi ekan, tushib ketmay. Yo'q. Tushib ketdim. Sekinroq yurish kerak-da shuning uchun. O'tdik, oz qoldi. O'tdik. O'tdim. Bu yerlar men uchun easy do'stlar. Men uchun hech nima emas bu yerlar. Checkpoint. Yo'q, tushib ketdim. Boshidan tushib ketdim men. Yaxshi, sakra, siniq ekan, sakra. Yo'q, tushib ketdim. Yo'q. Mayli, boshidan bir deganda o'taman. Easy. Tushib ketdim yana. Uzr. Yana bitta, yana bir. Yetdim do'stlar, o'tdim. 8-bosqich checkpoint oldik.